Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, Qo'ldashev, imtihonga tayyorlanib keldingizmi ish qilib? Ha, tayyorlandim. Qo'ldoshev, sizni unchalik qiynamamiz. Buni oldingizda xaltacha. Uning ichida esa inson organlari joylashgan. Qo'lingizni sumkaga tiqib, shakliga qarab nimaligini aytasiz, ammo ichiga qarash yo'q. Qara boshlang. Yurak. To'g'ri, yurak bor. Keyingisi jigar. Bu ham to'g'ri, jigar ham bor. Jigar ham bor. Keyingisi kolbasa. Qo'ldashev, siz tibbiyot oliygoh talabasisiz. Iltimos qilaman, tibbiyot tilida gapiring. Rostdan kolbasa. Menga qarang Qo'ldoshev. Nima ustimizdan kulyapsizmi? Maynavozchilik qilmang. Ya, Albert aka, o'zingizni bosing. Qo'ldashev, oxirgi marta so'rayapmiz. Xaltada nima bor? Kolbasa bor. Yer rostdan. Mana kolbasa dedim-ku. Baxtiyor aka, unda biz kecha nimani zabt qildik? Mr. Bombastic, bomba fantasta. Con el país, mi sensación es son Ich hab mal auch klar, aber schon gesagt.